Rasululloh alayhisolam hadislar bor. Yomon insonning belgisi og'zi uyatsiz bo'ladi deganlar. So'kinmang shuning uchun. Umuman so'kinmang. Bu yaxshi narsa emas. Sabab og'izlaringni toza tutinglar, chunki bu Qur'on yo'lidir dedilar. Shuning uchun nos chekma, sigaret chekma deydi. Chunki Alloh degan so'z og'izdan chiqadi. Inna a'toyna qatdan chiqadi, qulog'ingizdan chiqmaydi, og'zingizdan chiqadi. La ilaha illalloh og'izdan chiqadi. Hozir la ilaha illalloh desak, aka chiqib turib birovning onasidan kelib so'kinib tursak, nima bu? G'irt munofiq mashi bo'ladi. Munofiq deb shuni aytadi. Telefonida Qur'on ham bor, masala ham bor, yalang'och ham bor, muzika ham bor, hamma yo'q bor. O'pshi. Munofiq shuna bo'ladi-da. Qayerga borsa o'sha rolda o'ynaveradi. Rol o'ynaydigan bo'ladi munofiq. 200lama bo'ladi. Maskasi ikkita bo'ladi. Bu yaxshi emas bu. Shuning uchun yigitlar o'yg'oninglar, yosh bola basinglar. Yosh bola bas bo'lganliklaring uchun mana o'rtoqlar uylanyapti. Yosh bola deb turib cho'g'da, shu kuraychada cho'g'da olib kelib usha desa, usha o'zi shuni yosh bola deydi. Ha bugun ajratyapsiz-ku, qo'qonni tuflisini kiymayman, moni kiyaman, juda ajratyapsiz-ku. Endi amallarda ham yaxshi yomonga ajratishni o'rganinglar endi. Asha hazil, huzul, bachkana qiliqlaring bor-ku. Endi sizlarga gapiraman-da. Asha hazil, huzullaring, bachkana qiliqlaring sizlarni katta odamliklaring his qildirmayapti. Bachkana qiliqlaring to'liyapti. Hazil, huzullaring to'liyapti. O'g'il bola ha deb tirjayvermaydi o'g'il bola. O'g'il bola Rasululloh sollallohu alayhi vasallam viqorlik bo'lganlar. Viqorda seriozniy odam bo'lganlar. O'g'il bolaga haybat beriladi. Haybat degani ko'rinmas kuch. Tog'a bo'lamiz, amaki bo'lamiz, dada bo'lamiz, opoqi bo'lamiz, er bo'lamiz, shularda haybati bo'lishi kerak. Xotinning oldida erda haybati bo'lishi kerak. Bolani oldida dadani haybati bo'lishi kerak. Jiyanlarning oldida amaki, tog'ani haybati bo'lishi kerak, to'g'rimi? O'sha haybatni ketkazadigan narsa o'sha ha deb kulaverish va bachkana qiliqlar. Deb o'zida ham o'tirishlarini bir yaxshincha videoga olib, deb o'sha gruppalarga tashab, ahvolimizni qaranglar bolalar deydi. Oshga yegani borasizlar. Gaplashib, hol-ahvol so'rab, bitta biznes qilaylik, bir 3 kishi kelib, bitta zavod quraylik, bir 2000 ta odam ishlaydigan. Buna gaplar yo'q. Oldi qochdi, qadigi yo'q kulgilar, bo'lmagan bir qadi bir yo'q gaplar, shunaqangi holat. Shuning uchun nima deydi? Alaykum bi muljalasatil ulama deganlar. O'sha ahli ilm, olimlar bilan ko'p o'tiringlar va ularning nasihatlarini ko'p eshitinglar deganlar. Yo kitob o'qing, yo kitob o'qiganga quloq soling. Sizga ma'ni aka deysizmi, domla deysizmi, sizga shu akalik maslahatim. Dinimiz bu nasihat. Eshiting, nasihat ko'p eshiting. Mana maktabda bitirdilaring, katta bolalar bo'ldilaring, mana juma bepul. Boring eshiting juma. Bepul masala. Boring eshiting, tingling, amal qiling. Mana hozir so'kinishli yomonlik haqida gapirildimi? Iymon bilan va labz bilan yo Alloh bo'ldi. O'zingizga o'zingiz so'z bering, men so'kinmayman, bo'l tamom. Yolg'on yomonmi? Bo'ldi, Alloh men yolg'on gapirmayman, bo'l tamom. Bomdodga uxlab qolyapsizmi? Endi uxlamayman. Boshqaring, masalan, Shahardan ketayotib yo safarga ketayotib, safarga uxlab qolmayapsiz-ku? Nima bomdodga uxlab qolasiz? Bir ota aytgan ekan. Bolalarim agar men bomdodga turmagan kunim bilinglar, men o'lgan kunim bo'ladi degan ekan. Shu darajada mahkam odam bo'lgan ekan. Xudo Qur'onda mu'minlarni maqtaganda Mo'minin surasida aytadiki, ular namozlarni o'z vaqtida o'qiydilar deydi. Xudo maqtaydi bunday odamlar. Ular Firdavs jannatiga merosxo'rdirlar deydi ular. Mana mana shu narsaga e'tibor bersak, inshaalloh dunyomiz ham oxiratimiz ham chiroyli bo'ladi.